Toshkentdagi kuchli shamol oqibatida daraxt fuqaroni bosib qolgan degan video lavhalar tarqalgan edi. Afsuski, u vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Toshkentda sodir bo'lgan kuchli shamol oqibatida daraxt fuqaroni bosib qoldi. Bu haqda Millat dasturi xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa oqibatida fuqaro vafot etgan. Shifokor Murod Qodirovning ta'kidlashicha, shifoxonada daraxt bosib qolgan 2 nafar bemor olib kelingan. Ulardan biri og'ir ahvolda olib kelingan va shifoxona qabulxonasida vafot etgan. Ikkinchi bemorimizda bosh miya jarohati mavjud. Uzoq muddatli jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Hozirda bemorning ahvoli stabil, og'ir, reanimatsiya bo'limida davolanmoqda, deydi shifokor. Ma'lumot uchun 23-may juma kuni tongida poytaxtda kuchli changli shamol kuzatilgandi. Shuningdek, Toshkent shahrida 17-may kuni tushgan keyin chang bo'roni kuzatilgan edi. Toshkentda chang bo'roni paytida nimalar bo'ldi? Toshkent shahri havoning ifloslanish darajasi bo'yicha dunyoning yirik shaharlari orasida birinchi o'ringa chiqdi. SSV bu vaziyatda imkon qadar ochiq havoda yurmaslikka chaqirdi. Zarur sezganda 103 xizmati qo'ng'iroq qilib, tibbiy yordam olishlari mumkinligini bildirdi. Snepit Qo'mita Toshkent shahar boshqarmasi ham chang payti tashqariga chiqmaslikni, ko'chaga chiqqanda tibbiy yoki respirator taqishni so'radi. Unda havo namligichidan foydalanish yoki xonada qo'l sochiq bilan qo'yish, ko'proq suv ichish tavsiya etildi. Noqulay ob-havo natijasida Toshkent shahri va Toshkent viloyatining bir necha hududlarida hayot maromida ta'sir etmayotgan ko'ngilsiz holatlar kuzatildi. Daraxtlarning qulab tushishi, yirik shoxlarning sinishi, shuningdek ko'cha va yo'laklarning ifloslanish holatlari qayd etildi.